Hali kuni bir joyda o'tirdik, Qur'onning mo'jizasini ko'rgan inson aytayapti. 2000-yil ham aeroportda bir samolyot quladi, Termizdan kelayotgan samolyot nechinchi yil ham quladi. Men eslolmay qoldim. Odamlar yonib ketgan, remen taqqan, joyida qotib qolgan, issiqning haroratidan odamlarning tishi erib ketganini ko'rdim deyapti. Tish erib, hali jivochkaga o'xshab osilib qotib qolgan. Birorta odam so'z chiqmagan. Samolyotning roli eng qattiq metaldan qilinar ekan. O'sha ham issiqdan bukilib ketgan deyapti. Qora aka, men o'z ko'zim bilan ko'rganim, Qur'oni Karim benzinning ichida yotibdi, but-butun deyapti. Benzinning ichida, suv ichida emas, benzinning ichida yotibdi, but-butun mana shuncha kuymagan deyapti. Xohlang ishoning, xohlang ishonmang. Allohning va'dasi haq. Biz Qur'oni Karimni nozil qildikmi, uni muhofazasini o'zimiz qilamiz deyapti Xudo. Saqlaguvchi. Mana birodarlar, Qur'on o'qisak, Qur'onni qalbimizga joy qilsak, qabrda ham chirimaymiz. Agar biz Qur'onga oshno bo'lsak, Qur'onga muhabbatli bo'lsak, ahli Qur'onlarga muhabbatimiz bo'lsa, ularni e'zozlasak, Qur'onni hurmatidan Parvardigor sizga bergan Qur'onni menga ham, meni farzandlarimga ham bersin.